Qizlar, mana bizga o'zinglarda bor narsadan foydalansanglar bo'ladi. Ya'ni ip, kiyim, yana har xil iğne tilovchiga o'xshagan narsalardan foydalansanglar bo'ladi. Bu mana shu burchaklarini, mana burchak qismlarini belgilab olish uchun bizga kerak bo'ladi. Mana boshlaymiz. Bismillah. Mana shu boshlagan joyimizdan boshladik. O'rtasiga qo'yish uchun ip ajratib olsalaring, mana yanada o'zlariga yaxshi bo'ladi. Organizrlaring qattiq bo'lib turaveradi. Bu o'rtasida qolib ketadi. Mana shu ajratib olgan ipimizni mana shuni o'rtasiga bunday qilib qo'yib ketamiz. Bunday qilib qo'yib ketamiz. Mana boshladik. Xo'sh, mana bitta bug'doychakni to'qib chiqqanimiz ustidan mana bir ikki mana shuni maydalariga tegmaymiz. Mana bug'doychakka tegmaymiz. Mana tepasidagi mana shetidan kirib, yaxshi bo'lyaptimi? Kirib, mana buni ustidan ham chiqdik. Kirib, mana iplarimiz orasida qolib ketishi kerak. Mana shundan kiriladi. Kirib, buni olib chiqib, keyin tortamiz. Taxminan 1,5 santimetrcha tortib, ikkalasini birlashtiramiz. Yana kiramiz, xuddi shu joydan yana olib chiqib, birlashtiramiz. Kiramiz, olib chiqamiz, birlashtiramiz. Mana shu bug'doychakni ichiga kirib, mana yonidan kirib, iplarimiz ichida qolib ketyapti. Olib chiqamiz, birlashtiramiz. Kirib, olib chiqamiz, birlashtiramiz. Bizda mana shu bunaqa narsa hosil bo'lyapti. Bu to'qib turganimiz.